birlashgan ulus, og'a-ini, qondosh qarluq, qipchoq va o'g'iz, Oltoy tog'dan Bosforgacha birlashgan ulus. Ko'nglimizda bilga Xoqon yo'llagan xat bor, qo'ynimizda Qoshg'ariydan kelgan lug'at bor. Alp yigitlar ardog'ida Guruqli sulton, Qo'rqut ota aytar hamon dovrug'li doston. O'zbek, Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq bir tanu jondir. Ozarbayjon, Qora Qalpoq bir tanu jondir. Turkman, Turk, Qoshu, Qaboq bir tanu jondir. Turkiy ellar ahil inoq bir tanu jondir. Ayrilganni ayiq yer yanchar bosodir. Yovqir o'g'lon O'zbek, Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq bir tanu jondir. Ozarbayjon, Qora Qalpoq bir tanu jondir. Turkman, Turk, Qoshu, Qaboq bir tanu jondir. Turkiy ellar ahil inoq bir tanu jondir. Qardoshlarim, shonimiz yolg'on, ko'rsataylik birdamlikning qudrati kuchin. Birlashaylik ota makon jon Turon uchun. Turklar bilan, Turkman bilan to'ylarimiz bir. Qirg'iz bilan, Qozoq bilan ko'pkarimiz bir. Tatar, yoqut, nog'aylarim jonu tanimdir. Boshqirdlarim, oltoylarim o'z qanimdir. Sizlarning sevimli ijodkoringiz, shuhrat medali sohibasi, O'zbekiston va Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist, folklor barchinoyi Hosila Rahimova. Tashrifingizdan boshimiz osmonga yetdi. Sog' bo'ling. San'at, tinchlik, timsoli. Xayrlashmaymiz azizlarim. Yana chiroyli dasturlarda sizlar bilan sog'likda, omonlikda ko'rishguncha